Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz Retro Uzbro kanalidasiz. Shu bilan film tugadi. Tamom. Ronaldo jahon chempionatidan chiqib ketdi. Portugaliya jahon chempionati bilan xayrlashdi. Film o'z nihoyasiga yetdi. Ronaldo o'yinni tugatdi. Ronaldo o'yinni tugatgandan keyin albatta ko'plar uchun ham futbol tugadi qaysidir ma'noda. Chunki Ronaldoning muxlislari faqat Ronaldo uchun futbolni ko'rishardi menimcha. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Ronaldo shu bilan butunlay tugatdimi yoki yo'qmi? Albatta izohlaringizni kommentda qoldiring. Jahon chempionatini shunday tark etayotganimdan xafaman. Lekin kecha matbuot anjumanida aytganimdek men borimni berdim. Qo'limdan kelgan eng yaxshi ishni qildim va vijdonim xotirjam holda ketmoqdaman. Bu futbol, bu futbolchining hayoti. Ba'zida g'alaba qozonasan, ba'zida esa mag'lub bo'lasan. Lekin davom ettirish kerak. Haqiqat shuki, bu mening oxirgi chempionatim edi. Qolgan maslahatlar haqida esa keyinroq o'ylashga vaqtim bo'ladi. Endi oilam bilan birga bo'laman. Issiq bosh bilan qaror chiqarmayman va hayotni davom ettiraman. Jahon chempionati paytida o'z otasidan ayrilgan qahramon. Hali tug'ilmagan bolasini boy bergan qahramon. Pandemiya paytida portugaliyaliklarga $1 million ehson qilgan qahramon. Yiliga $7 million shunchaki yer yuzida qiynalgan oilalar va kasalmandlarga ehson qilgan qahramon. Odamlarga qon berish uchun tanasiga tatuirovka urdirmagan qahramon. Hurmatli do'stlar, film o'z nihoyasiga yetyapti. Siz maza qilib ko'radigan qahramon endi menimcha futbolga qaytmasa kerak. Do'stlar, 5-0 ga yutqazdik aynan Portugaliyaga. Shu payt bitta narsani o'ylab qoldim. Shu bitta golni qizg'anmaganda balki yutqizmasdi. Bitta golni, bizni bitta golimizni bekor qilishdi. Lekin mana bu oxirgi o'yinlarida bor yo'g'i oxirgi sekundlarda bitta gol bilan mag'lubiyatga uchrashdi. Qaytar dunyomikan, nima deb o'ylaysizlar? Nima bo'lgan taqdirda ham Ronaldo yaxshi bola desa ham bo'ladi, chunki u samimiy va kibrlanmagan insondek ko'z oldimga keladi. Chunki videolarda ko'raman, dastxat berishda, rasmga tushishda hech qachon yo'q demaydi. Ronaldo futbolga qo'shgan hissasini albatta tan olish kerak, chunki ko'p odamlar Ronaldo sababli futbolni qiziqib ko'rishadi. Ronaldo uchun jahon chempionatidagi kubok unchalik muhim emas, chunki ularda nomi qaysidir ma'noda kubokdan ham yuqoriroq turadi. Sababi dunyoda hozirgi paytda eng kuchli 3talik futbolchi kim desa albatta bularning ichida Ronaldo bor. Olinishi kerak bo'lgan rekordlarni urib tashlagan albatta bu Ronaldo. Oltin to'p, oltin butsi, Chempionlar Ligasi eng zo'ri, terma jamoalar ichida eng ko'p gol urgan o'yinchi. Bu bola qo'ygan rekordlarni hali yaqin orada hech kim qo'ya olmasa kerak. Yana bilmadim. Albatta Ronaldoga respekt. Ronaldoning muxlislari bittadan like bosamiz va obuna bo'lamiz. Ronaldoning eng so'nggi goli albatta O'zbekistonga bo'ldi, terma jamoamizga. Bu tarixda qoladi. O'rtoqlar, futbol deganda albatta birinchi bo'lim miyangizga Ronaldo kelsa kerak. Yana bilmadim. Hurmatli do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling, like bosing va bizni kuzatishni davom eting. Tez kunda Ronaldo haqida butun boshli kontentimiz tayyor bo'ladi va biz uni Ronaldoning muxlislari uchun tayyorlayapmiz.
Sog' bo'ling, obuna